alaykum, xayrli kun hammaga. Havo salqinligiga shunaqa gaplar. Damlarni olib kun to'g'ridan urganligini hisobiga planshetga kepkalarni kiydirib qo'ydik. Chunki planshetda ham miyasi qizib ketib qoladi-da. Miyasi qizib ketgandan keyin yaxshi ishlamaydi. Biratan avtobusdagi biratan ham roza bosar ekan lekin. Xudo xolasa zapravkaga ham 233 kilometr qoldi. 233. Endi o'ta qoling siz. Men gaz tashladim. O'ting. 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 kilometr. Sekin boramiz, shoshmasdan. Ertaga baribir, bugun erta dam, ba'zida hech kim bo'lmaydi. Bu biz olib borayotgan yuklar xudo xolasa shu bilan dushanba kuni chiqib ketadi. Dushanba kuni. Hozir yo'l-yo'lakay Citronik zapravkadan zapravka qilib olsak, shu bilan keyingi zapravkamiz Polshada avia zapravka bo'ladi. Citronik ham Polshadaga kiradi уже, Citronik. Kecha yurardik, prosta uyqum kelganligi uchun yurmadim. Soat 11 da to'xtadim. Agar kecha to'xtamasdan yurganimda soat tongi 3 larda kirib borardim-da Citronikka. 3 larda kirib borardim. Shuning uchun kech bo'lganda yurgim kelmadi. Uyqum keldi, sraz to'xtab uxladim. Ertalab bemalol turib yo'lda davom etganga yetmaydi baribir. Kechqurun mudrab yurish yaxshi emas-da. O'zini charchatib, battar charchatib, har taraflama nagruzka. Mana уже quyosh chiqdi bu yoq. Chap taraflar hali ham past. Nimadir. Mana bu. Assalomu alaykum akalar. Mana o'sha bir videoda ko'rdik-ku. Gulmi, nima ekan deb to'xtadim, bir qanaqadir o'simlik. Kommentariyada yozibsizlar. Yo'q. Avtobanda to'xtadim, parkovka. Bulbullar lekin cho'tki sayrab turibdi. Avtobandagi joylar. Tepada skameykalar ham bor ekan, bemalol o'tirib dam olishga, ovqatlanishga joylar qilib qo'ygan, sharoitlar yaxshi. Manzara, ko'rinish. Yo'lda ham yo'laylar bor. Joylar qilib qo'ygan. Bemalol o'tirib ovqatlansa bo'ladi. Sharoitlar zo'r lekin. Bu Germaniyada. Germaniyadan Polsha chegarasiga 40 kilometr yetmasdan. Salqinga mashinani qo'yib, shunaqa joyda o'tkazib odamlar kelib to'xtab dam olib ketishyapti. Yaxshi zo'r joylar. Mana bu bratan bor. Men buni
birinchi mototsiklda kelsa yosh bir 30-35 yoshlarli bola deb o'yladim. Yo'q. Kamida 50 dan oshgan 60 ga kirib qolgan. 60 ga kirib qolgan, lekin konkretni yuradigan mototsikl haydab yuribdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Shu yoshda lekin 60 larga kirganda ham shunaqa mana bu скоростной mototsikllar bor. Shunaqa haydab yurganiga lekin 5 baho. Kaskalarni kiyib olib, gap yo'q. Gap yo'q. Yo'limizda davom etamiz akalar. Sekin. Chegaragacha 34 kilometr qoldi, zapravkagacha 37. Kepkalarga necha? Planshet kepkasiga. Bu yaxshi-da, issiqdan himoyalaydi buni. Miyasi qizib ketib qolmaydi. Masalan, laboy tarafdan issiq berib, mana shu qizdirib yuboradi. Mana kaskalar kiyib olib, okey. Hozir birgalikda ketamiz, lekin to'g'ri. Sekin chiqamiz. Mendan taqvolaylik. Xudo xolasa chiqdik. Yo'lga sekin. Mana bu tarafdan ketdilar. Var yetolmayman bunga. Mana shunaqa avtobanga chiqishda mana shunaqa qilib qo'shiladi. Sekin pavorot yoqib chiqamiz bu yoqqa. Orqadan mashinalar bor. Hech kimga xalaqit bermagan holatda chiqamiz. Xudoga shukr. Yo'limizda davom etamiz. Xudo xolasa bugun kechga bazaga yetib borishimiz kerak. Xudo xolasa. Xullas Germaniyadan chiqib ketyapmiz, Polshaga kiramiz уже. Chap tarafda turgan navbatdagi mashinalar hammasi Germaniyaga kirishga turibdi. Germaniyaga kirishga. Lekin вообще очередь katta. Mashina ko'p. Biz xudo xolasa уже Polsha hududiga hozir o'tamiz, ozgina qoldi уже. İşimiz tugadi Germaniyada. Mana mashinalar juda ko'p. Mana уже Polsha hududi. Bu taraf znaklari turibdi. Bu yoq уже Polsha. Polsha. Hozir Citronik zapravkaga kirib, zapravka qilib olamiz Citronikdan. Citronikdan zapravka qilib yo'limizda davom etamiz. Через 1 километр воспользуйтесь выездом вправо. Citronikdan keyingi zapravka avia zapravka. Avia zapravkasi bizga воспользуйтесь выездом вправо. salkam, adashmasam salkam bir 500 kilometrga yaqinda. O'shaning uchun hozir bu yerdan Citronikdan polniy bak quyib olamiz. Kecha Germaniyadagi zapravkadan 50 litr quygandik, to'ldirmagandik, to'ldirmagandik. Hozir mana shu yerdan o'ngga yuramiz. Mana shu pavorotdan o'ngga yuramiz hozir.
выездом вправо. Zapravkaga o'sha Yevropaga kelishda ham shu zapravkaga kirgandik. Через 400 метров держитесь левее и сразу поверните налево. Juda katta zapravka. Juda ham katta. Shundan chapga Держитесь yuramiz. левее и сразу поверните налево. Oldindagi evakuator eng oxirgi trekker ortyapti. Поверните налево. Trekker 1. Через 700 метров поверните направо и сразу поверните налево. Shu yerdan zapravka Через qilib, 400 orqaga qaytib метров orqa bilan chiqib поверните ketamiz. направо и сразу поверните налево. Orqadan chiqib ketamiz. Bu yerdan zapravka qilib, o'tgan safar to'g'ri Chexiyaga o'tib ketgandik. Mana shu yerdan kiramiz hozir. Поверните направо и сразу поверните налево. Pul almashtiradigan joylari bor bu yerda. Pul almashtirib olsa ham bo'ladi. Xohlagan davlatiga. Поверните налево. Xo'p, biz o'tgan safar men bu o'ng tarafdan qilgandim, bu yerda qila olmaganman, zapravka qila olmaganman. Целевой пункт Sababi находится справа. nima deydi? Karta ishlamagan. Karta ishlamagan, keyin oxiri kelib mana shu yerda mana shu kolonkadan zapravka qilgandim. Bugun ham shu kolonkadan zapravka qilishlik nasib qilibdi. Endi zapravka qilamiz. Bu yerda supermarket ham bor. Bu 24 soat ishlaydi bu zapravka. Magazinlari ichida hamma narsa bor. Kiyim deysizlarmi, ovqatlanadigan joy, hammasi bor ichkarida. Katta. Magazinga kirsam, manaqa ko'rib qoldim. Qani hozir nima qilar ekan? Men ko'radimmi yo'qmi? Ko'rdi. Sekin orqasiga qayildi. Bratan. Zo'r texnologiya, lekin gap yo'q. Mineralka oldik, kefir oldik. Yo'limizda davom etamiz. Xullas, akalar, bu yerdan zapravka qildik, bak to'ldirib yo'limizda davom etamiz. Bu yuk mashinalari. Furada zapravka qiladigan qator. Bu yer parkovkasi. Xullas, yo'limizda davom etamiz. Поверните направо. Keyingi zapravka Поверните Avia. налево. Avia zapravkasi. Akalar, xayrli kech hammaga. Xudo xolasa biz ham Varshavaga yetib keldik, Varshava. Polshaning poytaxti Varshava. Soatimiz 7 dan 20 minut o'tdi. Zapravkani to'ldirib oldik Aviadan. Polniy bak 635 km zapas xod. Xudo xolasa bemalol bazaga kirib boramiz. Bu bilan bemalol bazaga kirib boramiz, xudo xolasa. Endi ulgursak, bugun kiramiz. Bilmayman, hozir soat 7:30 bo'ldi. 7:30 bo'lsa, biroz yurib shu Polsha, Litva chegarasiga bir 100-150 km qolganda balkim to'xtarman. Agar juda ham kechga qolib ketadigan bo'lsam, soat 12:00-2:00 larga qolib ketadigan bo'lsam, yaxshisi Polshada qolaman.
Ertaga ertalab sekin assalomu alaykum deb kirib boramiz. Xudo xolasa. Akalar, hammaga xayrli kech. Xullas qamoqchi edim, bugun kelishga qaror qildim. Soat 11 bo'ldi. Litvada soat 12 bo'ldi. Litvada 20 ekan 12 bo'ldi. Biz mana hozir nimadan o'tyapmiz? Polsha hududidan. Mana tugashi, mana bu chegara. Va xudo xolasa Litva boshlanadi. Xudo xolasa. Yaxshi, tinch, sog', omon, bez приключения yetib keldik. Allohga shukr. Va parking. Xudo xolasa hozir bazaga yaqinlashganda Ruslan do'stimizga telefon qilsam kelib turadi. Shu bilan uyga qaytamiz. Dam olsak, ertaga chiqib Xudo xolasa shahar aylanamiz. Bir ikkita boradigan joylar bor, bozorga chiqamiz. Shu dushanbadan yana ish Xudo xolasa. Bu o'sha remont daroga. Yo, remont daroga. Hozirroq joy shunaqa endi. Shu yerdan o'tib olsak bo'ldi. Hozir zapravka qolamiz Nestedan. Zapravka qolamiz chunki men bu ABS yo'l berganda bizga ABSga kirmadim. Agar ABS yo'li bilan kelganimda yana bir 2 soatli yurgan bo'lardim-da natsionalkada. Shuning uchun yoqqa kirmadim, to'g'ri haydavora qoldim. Yaxshi, tinch. Chunki mendan oldin Ruslan kelganda, Ruslan do'stimiz aytdi, "Yo, tinch yo'lda bemalol" dedi. Tarozilar yo'q. Ham tem bo'li bugun dam olish kuni. Shuni hisobiga tinch bo'lgan. Hozir Xudo xolasa zapravka qo'ysak, mana shu yo'limizda davom etamiz. Mana bu politsiya turibdi ekan. O'ng tomonda. Yo'da turadi o'zi Litvani politsiyasi. Bo'ldi, Xudo xolasa Litvaga o'tdik endi. Akalar, sizlarni o'sha nimalarni o'qiyapman. Nima deydi? Kommentariyalarni savollar bo'lyapti. Rus tilini bilmasak ham bo'laveradimi? Yo'q, rus tilini bilishinglar kerak. Chunki sizlar hujjat yiqqanda suhbatdan o'tasizlar. Litvaga, misol uchun, Litvaga hujjat yig'sanglar agar, Litvada migratsiyasidan sizlarda ruscha suhbat o'tadi, intervyu. Ular sizlarga savol beradi rus tilidan. Yolg'iz o'zingizlar javob berishinglar kerak. Xonada hech kim yo'qmi deydi, bir o'zingmisan deydi, atrofni ko'rsat deydi, shunaqa savollar beradi. Ruscha sizlar javob berishinglar kerak savollariga. Sababi bu yoqda logistlar sizlar bilan ruscha gaplashadi. Keyin hozir yo'limizni to'xtatishdi, to'sdi. Bular pilot nima katta yuk mashinasi kelayotgan bo'ladi. Shuning uchun mana endi ikkinchisi keldi.
yuk mashinasi, katta gabaritli yuk mashina kelyapti-da, o'shaning uchun yo'lni to'sdi. Sababi hozir biz ham bu yoqdan yuradigan bo'lsak, sig'may qolamiz. Shuni hisobiga bu yo'lni yopib turibdi. Mana uzoqdan 3-4 ta furalar kelyapti. Xullas akalar, sizlarda ruscha intervyu bo'ladi, ruscha savol-javob bo'ladi. Bu yoqda ishlaydigan logistlar sizlar bilan ruscha muloqotda bo'ladi. Shunaqa holatlar bo'ladi. Misol uchun telefon qiladi, ruschani umuman bilmasanglar, shunda telefon qiladi. Misol uchun Germaniyada sizlar kelyapsizlar. Germaniyadan chiqyapsizlar-da, sizlar o'zi plan bo'yicha Germaniyada qolishinglar kerak. Sizlarga telefon qiladi, oddiy elementarniy savol. Germaniya не спим deydi, bo'ldi. Ortiqcha gapirmaydi. Germaniyada qolmaymiz deydi. Mana bu ashyo katta narsa ekan u. Bechoralar qiynalib o'tyaptilar. Voy shu katta ekan. Qaranglar. Voy shu katta ekan lekin. Yerga ham tegib zo'rg'a bilan, lekin buni haydash asha professional bo'lish kerak edi, lekin ketdik endi og'ayni. Birinchiga turyapman o'zimcha. Xullas shunaqa gaplar. Oddiy elementarniy savoliga ham o'sha javob bera olmasanglar, sizlar bilan ko'p gaplashmaydi. Shunday bitta ikkita savol beradi, bo'ldi. Shuning uchun rus tilini bilishinglar kerak. Shart rus tilini bilish. Keyin Germaniyada ko'p firmalarda, ko'p o'sha yuk oladigan joylarda sizlar bilan ruscha muloqot qiladi. Kecha o'sha Shvetsariyaga borganimda ham o'shdan ham yuk olishim kerak bitta joydan. Slava degan Omsklik bitta yigit ekan, o'sha bilan tanishib qoldim. O'zlari nima qildi? Ruschani bilarkansan dedi, mana bu bilan gaplash dedi. Shunaqa akalar, rus tilini bilishinglar kerak. Mashina haydashni bilib, rus tilini bilmasanglar ham bu ham bo'lmaydi. Rus tili kerak. Hozir biz mana shu yerdan o'tadigan joy bor edi. O'tgan safar o'tib ketgandim mana shu yerdan. Yukim og'irligini hisobiga sirasi to'xtamagan. O'shaning uchun zaranya uzoqdan поворотni yoqdim. Xudo xolasa bu yo'lda bitib qolsa, mashallah asfalt bo'ladi, lekin как раз mana shu zapravka yo'l yuzida bo'ladi-da keyin. Hozir mana shu zapravkadan zapravka qilamiz. Yarim bak bor endi, bu to'ldiramiz, sababi ertaga bizdan keyin haydaydigan kimga to'g'ri kelib qolsa, bizdan keyingi haydaydigan inson qiynalmaydi. To'la bak to'la yoqilg'i ketaveradi, zapravka qilmasdan xohlagan joyga boradi. Bu yerda operatorlar yo'q, o'zimiz karta orqali to'lab qilib karta orqali yoqilg'i quyamiz. Bu yerda hech kim yo'q, operator yo'q. Shunaqa. Biz zapravka qilib oldik. Zapravka qilib endi sekin bazaga. Bu yoq 1 soatlik yo'l qoldi. Xudo xolasa 1 soatda bazada bo'lamiz. O'tgan safar bu zapravkadan o'tib ketib, bunisiga kirgandim. Neste yaxshi zapravkasi. Litvada faqat Nestedan zapravka qilamiz. Zapravkadan chiqib xayol bilan remen taqmanman. Shunga hozir signal chalvordi. Bu yoqda endi yangi yo'l tushadi, bu yerda endi hozir remont ketib yotibdi.
Yangi yo'l tushsa bu yerda ham ancha paretga bo'lib qoladi. Shu yerda ham bitta krug bor. Kichkina поворот. So'ng bilan chiqib ketamiz. Xullas shunaqa akalar. Kelmoqchi bo'lganlar shu ruscha o'rgansanglar, xudo xolasa o'zingizlarga foyda. Vaqt bo'lsa o'rganinglar. 4 oy, 5 oy, 6 oy. Zato bir umr o'zingizlarga kerak bo'ladi. Til. Ingliz tili o'rganinglar ozroq. Nemis tili kerak bo'ladi. Hech qayerda qiynalmaysizlar, til o'rganib olsanglar, til bilsanglar. Xudo xolasa shu bilan endi bugungi bu safarga reysimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'zi ham salkam 6 kun deganda keldim. 6 kun bo'ldik. O'tgan hafta dushanba, yakshanba chiqqanmiz endi. Dushanbadan start berilgandi o'zi. Bir hafta bo'ldi. Sog' bo'linglar hammanglar. Xudo xolasa ertaga yana video qilamiz.